19 kunda qurib bitkazilgan 57 qavatli loyiha haqida eshitganmisiz? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bu loyiha Mini Sky City, Xitoyning Changsha shahrida joylashgan. Uni Broad Sustainable Building kompaniyasi qurgan. Ularning yondashuvi butun dunyo qurilish sanoatini o'zgartirgan. Ular binoni joyida noldan emas, balki har bir qavat, har bir blok zavodda oldindan tayyorlangan. Joyida esa faqat yig'ish, biriktirish ishlari bajarilgan xolos. Har kuni 3 qavatdan ortiq bino ko'tarilgan. Binoda 800 dan ortiq ishchi qatnashgan. Barcha konstruksiyalar energiya tejamkor, issiqlik va tovush izolyatsiyasi yuqori darajada. Mini Sky City 57 qavatli 800 dan ortiq kvartiraga ega eng zamonaviy ofislar, do'konlar, yashash joylarini o'z ichiga oladi va eng qiziq tomoni, bu bino 8 magnitudali zilzilaga bardosh bera oladi. Bu oddiy qurilish emas, bu mukammal tizim, logistika va rejalashtirilgan loyiha natijasi.